Hoppa, yana kelibdimmi? Aka, Ha, bugun ishni hal qilmasak bo'lmaydi. nimaga? Qishdan erga tegaman deyapti. Qizchaga erga tegaman deyaptimi? Nechinchi yil qizchang? 2010. Sovchilikka borish kerak, jigar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Qachon uylanasiz? Nima deysan menga? Ey, siz xatolar qarang, 4 ta damachasi bor. Uylanaman-da, aka, pulni ishlaylik. Bizga ham bir yo'l ochib bering. Yur qani ber. Mana qara, sen o'zing uylanmoqchimi? Ha, Qizchang bormi? bor. Bo'lmasa, birinchi men uylanishim kerak. To'g'ri. Onamlarga borasan, akamlar tezroq uylantirmasak, hech kimga gapirmasdan Rossiyaga qochib ketaman deb aytibdi deysan. Bo'l, u yerni menga qo'yib bering. Bo'pti. Alo, be, hamma narsa bugun Aka! Ha? Ishni hal qildim. Aha. Onangiz ham, qizim hamma rozi. To'y bo'ladi. Endi mana navbatim, mana. Rostdanmi? Rostdan. Gajon, birinchidan sunnatni uyg'laylik, keyin uylanasan, haymi? havo, ya havo, yorim biyoyim, havo,